O'ziga xos muhim siyosiy voqelik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi jamiyatimizning barcha qatlamida katta qiziqish bilan kutib olindi. Yurtdoshlarimiz televideniya, internet, radio va boshqa media axborot vositalari orqali o'z uylarida, mehnat jamoalarida, transport vositalarida va boshqa joylarda jamiyatimiz hayotining yaqin yillardagi taraqqiyot strategiyasini belgilab beruvchi muhim dasturiy murojaatnomani diqqat bilan kuzatib borishdi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasi mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi muhim voqelik sifatida barcha surxondaryoliklarning e'tiborida bo'ldi. Prezidentimizning Oliy Majlisi va xalqimizga yo'llagan murojaatnomalarni men ham diqqat bilan ko'rdim. 2026-yilda qilinadigan ustuvor rejalarni ta'kidlab o'tdilar. Men bundan juda xursand bo'lib ketdim. Tibbiyot tizimimizda ham kasbiy ta'limni rivojlantirish uchun Angliyaning Pearson kompaniyasi bilan har bir hududdagi bittadan texnikumda xalqaro standart asosida hamshiralarni tayyorlash boshlanishini aytib o'tdilar. Ana shu texnikumlarga Germaniya, Shveysariya, AQSh, Yaponiya kabi davlatlarning ta'lim dasturlari ham joriy etilishi, xorijiy tillarni biladigan hamshiralar tarkibi shakllantirilganini aytdilar. Prezidentimiz tomonidan yo'llangan murojaatnomada mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, xalq farovonligini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, kelgusi yil uchun muhim yo'nalishlar va maqsadlar aniq ifoda etildi.